Qaysi videoga like bosyapsiz? Ochiq profilingizdan, yopiq profilingizdan, boshqani ismi bilan ochilgan profilingizdan 3x pornografik yoki bo'lmasa qaysidir bitta hezalak, xunasa, trans yoki bo'lmasa qaysidir bir behayo, axloqsiz, tarbiya ko'rmagan o'zlari tan olib aytishyapti. Biz otamiz o'lib ketgan, onamiz tashab ketgan, ko'chada katta bo'lganman deb shu qizlarni o'zlari aytishyapti, bolalarni, internetdagi bloger, vaynerlar. Ana shularga like bosishlik sizni ichki dunyoingizni ko'rsatib beradi. Yoki aksincha qaysidir bitta xorijga chiqib olib, vatanni yomonlaydigan, davlatga tosh otadigan, o'zbek xalqiga tosh otadigan bu narsa sizni tomoningizni ko'rsatadi. Safmi? Albatta. Qaysi safdaligingiz? Siz qaysi safdasiz? Ana shuni ko'rsatadi. Siz fahsh tarafdamisiz, axloq tarafdamisiz? Radikal tarafdamisiz, ekstremistlar tarafida, miyasidan o'q yeyishga ozgina qolgan, udarib aqli joyiga tushmaganlar tarafidamisiz yoki vatan tarafidamisiz? Taraqqiyot tarafidamisiz yoki molda yeb ichadigan iste'molchilik kayfiyatidagi olomon tarafdamisiz? Ana shuni ko'rsatib beradi.